Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bir kunni o'tkazib, ertalab alhamdulillah sog' omon uyg'otib qo'ygan Robbimga hamd sanolar aytamiz. O'sha rizqimizni Robbim shu 10 kunga Toshkentga tayinlabdi. Buni manfaatli, xayrli bo'lishini o'zidan so'rab qolamiz. Alloh xohladiki, biz shu yerlarga keldik, ilm izlab, ilm olamiz deb. Yo'lda kelyapti, Robbimdan ikki dunyo saodatini, oxiratga ilm, dunyoviy ilm, chiroyli go'zal ilmlarni Robbimdan so'rab kelyapman. Bugün ikinci dersimiz Rahmatulloh Akademiyasida ustozimiz bilan hozir ko'rishamiz. İkinci dersimiz bo'ladi. Darsdan olgan günlerimizi, jarayonlarni ham video qilib qo'yishga harakat qilaman. Sog' salomat bo'linglar.